Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sen nima qilasan bitta? Mendan juda qattiq arazlaganmisiz deyman. Na telefon qilasiz, na hol ahvol so'raysiz, sababini bilsam bo'ladimi? Sen bilishing shart emas. Tushundingmi? Jasur aka, hozir urushib qolamiz. Iltimos meni asabiylashtirmang. Asabiylashsang nima bo'ladi? Ha? Nima sendan qo'rqishim kerakmi? Menga qara. O'zi sen kimsan? Bu nima deganingiz? Men uchun yo'q odamsan, tushundingmi? Bu nima deganingiz? Biz fotiha qilinganimizga 2 yil bo'ldi. Yaqinda to'yimiz bo'ladi. To'y bo'lmaydi. Men bu to'yni qaytaraman. Nima? Qanaqa tushunding? Hazillashyapsizmi? Yaxshilab o'ylab ko'rdim. Biz bir-birimizga umuman to'g'ri kelmaymiz, mos emasmiz. Yaxshi ham to'y kechiktirilgan ekan. Kimni qanaqaligini yaxshi bilib oldim. Xudo bir asradi. Nima siz hazillashyapsizmi? Osonlikcha fotihani qaytarmoqchimisiz hozir? Menga qara, meni gapimni ikki qulog'ing bilan eshitib olgan. Bu meni hayotim, tushundingmi? Bu hayotga hech kim xo'jayin bo'la olmaydi. Oyimga aytaman, xavotirlanma, oyingga yaxshi to'g'ri tushuntirishadi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Iltimos, boshqa meni bezda qilmagin. Bu yoqqa kelib meni sharmanda qilmagin, tushundingmi? Sen bilan oramiz ochiq. Xavotirlanma, muammo bo'lmaydi. Jasur aka, shoshmang. Shoshmang Jasur aka. Endi nima qilaman? Malika? Siz? Ha, men. Sizni kutib turgandim. Jasur aka, har kuni yo'limni poylamen. Kimdir ko'rib qolsa noto'g'ri tushunadi. Voy, siz uyingiz ichkarida-ku, tanish bilish ko'rmasa kerak. Baribirga ham qo'ni-qo'shni ko'rib qolsa noto'g'ri tushunishadi. Xullas Malika. Men bir qarorga keldim. Men sizga sovchi bormoqchiman. Sovchi? Qanaqa sovchi? Shunchaki men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Sizni yoqtirib qoldim, Malika. Axir siz Surayyo opam bilan fotiha qilingansiz. Bu yil to'yingiz bo'ladi. Nega men bilan o'yin qilyapsiz? O'yin qilayotganim yo'q. Bo'lishi mumkin-ku, odam o'z baxtini topgan bo'lishi mumkin, yaxshi ko'rgan insonni topgan bo'lishi mumkin, unga ko'ngil qo'yishi mumkin-ku. To'g'ri, men Surayyoni yolg'ondan sevmadim, lekin men endi baxtimni topyapman. Men sizni uchratdim-u, yashashga bo'lgan ishtiyoqim ortib boryapti. Faqat soxta ekan buni